Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizda tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar, parrandashvozlar. Vidanalarimiz mana tuxumlari mana yerda yotibdi hammasini. Bu yoqda hozir 3, 6, 10, 16 ta bedana bor. 3 tasi erkak. 3 tasi erkak, 13 tasi urg'ochi. Kuniga 13 ta tuxum olamiz. Yemlariga keladigan bo'lsak, o'zini mana bunday maxsus yemi bor. Agarda o'zini yemidan topolmasalaring, agar T1 degan yem bor, T1 degan. T1 degan yem bu tavuqlarning yemi bo'ladi. Boyagi tavuqlarning birinchi tuxumga kirishni boshlaganda T1 degan yemdan beriladi. Ikkinchi oyga T2, T3 shunday bo'lib beriladigan yemlari. Men bedanalarimiz yaxshi tuxum qilishi uchun T1 degan yemdan beraman. Hozir shundan foydalanaman. T1 degan yemdan beraman. Hozir mana endi tuxumlarini sanaymiz. Hozir bu yerda 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 11 ta. Mana yerda bilan 12 ta. Kuniga 13 ta tuxum olamiz hozir. Pashti 5-6 kundan beri 13 tadan tuxum qilyapti. Chunki bedanalar yemini yaxshi yesa, suvini vaqtida ichsa, aslida bular yozda chanqaydi. Mana erkaklari bosyapti uruqqa. Mana bu yerda payilkalari bor. Payilkalarda suvini ichadi o'zlari vaqti soati bilan. Bedanalarimiz suvda ko'p ichadi, yemda ko'p yeydi. Shunga yarasha tuxumni ham beradi. Bitta bedanamiz 1 yil davomida tuxum qiladi. 10 oy davomida tuxum qiladi. 10 oyga 300 ta tuxum beradi. Undan keyin o'sha 10 oydan keyin sekin-sekin yoshi o'tib boravergan sari bedanalar sekin-sekin o'lishni boshlaydi-da. Ungacha 330 dan oshiq tuxum qiladi 1 yilga. Bular tuxumdan ochilgandan keyin bir xillari o'sha 45 kun deganda o'sha tuxum berishni boshlaydi. Mana shu bedanamiz. Keyin mana qarosi bor. Qarosi ana yoqda yuribdi. Mana shu qaro bilan mana bu manjur faravon deyiladi bular. Manjur faravon 42 kundan boshlab 45 kungacha o'sha tuxum berishni boshlaydi. Mana oqlarimiz Texas deyiladi, Texas parodasi. Texaslar o'sha 2 oy deganda tuxum berishni boshlaydi. Tuxumdan ochilgandan buyoqqa hisoblasalaring 60 kun deganda o'sha tuxum berishni boshlaydi. Faravon bilan manjurimiz 45 kun, 50 kunlar ichida o'sha tuxum berishni boshlaydi. Shu tuxum berishni boshlagandan yaga sanasalaring 10 oy davomida tuxum beradi. 1 yilga 330 dona tuxum beradi. Agarda inkubatorga boqmoqchi bo'lsalaring, agar mana xo'rozni bosmoqchi. Inkubatorga bo'ladigan bo'lsa, inkubatorga 4 ga 1, 3 ga 1 qo'ysalaring bo'laveradi xo'rozini. Misol uchun 3 ta urg'ochisi bo'ladigan bo'lsa, bitta erkagidan qo'shib qo'yish kerak, yoki 4 ta urg'ochisi bo'ladigan bo'lsa, bitta erkagidan qo'shib qo'ysalaring shu o'zi yetarli. Agarda 2 ta urg'ochi bitta erkak, 2 ta urg'ochi bitta erkak bo'ladigan bo'lsa, agar mana bunday mana ustini tamom o'sha pati to'kilib qolganga, xuddi shunday bo'lib bedanalar chunki tez bosib turadi-da, tez bosadi. Shuni hisobidan ustilari ko'chib ketishi mumkin. Atak bedanani tuxumini agar yo'q qilmoqchi bo'lsalaring, agar bemalol yo'q qilsa bo'ladi-da, boyagi magazinlarga agar yo'q qilishda ilojisi bo'lsa, agar 1000 dona bedana qilsalaring, 1000 dona bedanalaring 1000 ta tuxum deganida bu. 100 ta bo'ladigan bo'lsa 100 ta tuxum bir kunga. Agar 500 ta bo'ladigan bo'lsa bir kunga 500 ta tuxum degani bu. Agarda sotishda agar iloji bo'ladigan bo'lsa, agar 50 ga 50 bo'ladi. Misol uchun bizda hozir bozorlarda 6 so'm, 7 so'm bo'layapti bedanani tuxumi. 6 so'm, 7 so'mdan bo'ladigan bo'lsa, agar 5 so'mdan sotsalaring 2,5 so'mi yemiga ketadi, 2,5 so'mi tuxumni foydasi. Misol uchun agar 100 ta qilmoqchi bo'lsalaring, agar 100 tadan puli
500 so'm bo'ladigan bo'lsa, 500 so'mdan 250 so'mi bir kunga qoladi. 100 ta bo'ladigan bo'lsa agar. Agar 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, agar 1000 tani sotishda ilojisi bo'lsa agar bir kunga 2,5 ming foyda. Shunday qilib mana boqilishi. Hozir havola issiq uchun bunday qilib setkada. Hozir naryoqda ham jo'jalarimiz bor. Jo'jalarimizni ko'rsatamiz. Tojjonlarni nargi jo'jalar sotib yubordim. Bu yerda pashta 60 ga yaqin jo'ja bor edi. Hammasini sotib yubordim. 5 ta tojjon bor edi. Shuni olib qoldim. Keyin Adler xo'rozni olib keldim. Bu tog'amning uyida edi. Buni olib keldim. Hozir endi yaqdagilarni ko'rsataman. Joyini yopib qo'yib naryoqdagilarni ko'rsataman endi. Bu yerda tojjon parodasidagi jo'jalarimiz. Bu birinchi partiya ochilgandan o'zimga olib qolganim. Bular ham hozir adashmasam agar 2 oylikka yaqinlab qoldi. Hozir bu yerda 4 ga 1 da 4 ta tovuq, bitta xo'roz. Faqat hozir shunday bilinyapti. Atak ikkinchisi ham agar xo'roz bo'lib qoladigan bo'lsa agar 3 ta tovuqcha, bitta xo'rozcha. Hozir mana shuni ham tovuqcha deb o'ylayman. Tojisi uncha chiqqan yo'q. Keyin mana ular mana tojisi kalta uchun. Mana o'sha tojisi uzunroq xo'roz deb o'ylayman hozir. Orqasidagi tovuqcha. Bularga shu uydan chiqqan pamoylarni beramiz. O'zini yemidan ham bir berib turibmiz. Mana shu ko'rinishda boqilyapti jo'jalarimiz. Bularni ham tagiga picha samon solib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa bunday jo'jalar loy bo'lib ranglari o'zgarib ketadi. Mana shu xo'rozcha, mana tojisi sal ko'prog'i, mana tojisi yo'qlar. Tovuqcha menimcha. Orqasida tochna tovuq, keyin mana bu ham tovuq. Nari ikkalasi ham tovuqqa o'xshabdi. Bitta mana shu xo'rozga o'xshabdi hozir ko'rinishidan ham, chunki tovuqlar dumi tez o'sib ketadi, xo'rozlar dumi kaltaroq bo'ladi. Ham tojisidan ham bilinib turibdi. Hozir endi yoqda 3 ta tovuq, bitta xo'roz bor, uni ham ko'rsataman. Mana bu yoqdagi uchta tovuq bu yil tuxumga kirdi. Kuniga 3 ta tuxum qiladi. Bemalol tovuq boqsalaring bo'ladi. Kuniga 3 tadan tuxum qilgandan keyin navoda mehmonlar kelib qoladigan bo'lsa, shunday tuxumdan qavrasizlar, qo'yasizlar bir xil kelinlarga o'xshab. Agar vaqtlaring bo'lmasa, agar vaqt bo'ladigan bo'lsa, agar osh-posh yab-yab qilsalaring bo'ladi. Bo'lmasa, men semaga mehmonlaring kelib qolsa, shundaygina 4 ta 5 ta tuxumni shunday tashavoradi, qo'yadi, bo'ldi. Tovuqlarimiz sog'lom. Bular hozir 1 yoshga yaqinlab qoldi bu tovuqlarimiz. Xo'roz ham 1 yoshli xo'roz. Bu yerda ham bitta xo'roz bor ichkarida. Ularni adenna qo'yib qo'yganman, chunki xo'rozlarda adenna qo'ymasa bir-biri bilan urush qilib tashlayapti. Hozir 3 ta Adler xo'roz bor. Hozir yemishi yaxshi bo'lgani uchun, havola issiq uchun xo'roz ham ko'rinishi yaxshi. Mana tovuqlar tuxumda. Kuniga 2 ta 3 ta, kuniga 2 ta 3 ta tuxum bor. Mana shu ko'rinishda boqilyapti bular ham. Joyi. Oldiga mana kletka yasab qo'yganman. Mana shunday mana. Yozda bu yerga chiqadi bular. Bir ko'chaga ham haydaymiz. Chunki ko'chaga haydasa, ko'chada boyagi o'tlardan yeb, har xil vitaminlardan yeb. Mana oldilarda o'tlar bor, o'tlardan yeb mana. Yetti xazinani biri tovuq. Shu uchun mana shunday qilib boqyapmiz. Xudo xolasa keyingi yilga
5-6 xil parodalarni qilib, joylarini sal kengroq qilib. O'tlarni yeyapti bular.